Başlandı. Assalamu alaykum, qimmatli ko'rilmanlar. O'tgan qitimda shu texnikalik azroq bir texnik masalalar chiqib, intervyu toza ko'nglimizda bo'lmay qoldi. Shuni Qur'on kam ataytim boshqadan tayyorlik qilib, shularni boshqadan so'zlaydigan bo'ldi. Ishqilib bu qitimqi suhbatni endi shu o'ylaganimizda qilaylik deb tirishyapmiz, ammo yana kamchiliklar bo'lishi mumkin. Ish qilib to'g'rilab ko'rasizlar. Bu yerda men bir askarchini berib o'tay. Endi biz Tarim guruh nomidan Qur'on kamni bizning shu suhbatlarga taklif qilgandik. O'zi shu vaqtida nihoyat xo'shallik bilan qabul qildi. Bundan keyin shu o'zining shu tarix, andiki arxeolog sohasidagi bilimlarini hamda bizning yoshlarga ham shu sohalarda bilimni egallamoqchi bo'lgan shu ko'rilmanlarga yetkazib berishni o'zi shunday orzulab keldi. Biz buningdan bak xursand bo'ldik, ham rahmatimizni qayta-qayta aytyapmiz. Qani Qur'on qolgan gapni o'zingizga beray. Rahmat. Hürmetli görürmenler, Tarim grup meni Uygur tarihi doğrusu da bazı bilgilerimni sözlep bir işe teklif kılgandı. Biz şu asasta 2017 yılı 12. ayının 2. gününden başlap bugün güngeçilik bu sohbetimizin davamlaştırıvatımız. Bu katımkısı şu 6. katımlık sohbet. Hem de bu 6. katımlık sohbet başlanıştan burun ötken katımda bizning sohbetimizde o hem de 5. katımlık sohbet. Onun da bazı azroq texnikalik meseleге duch kelgandik. Shuning bilan bu videoni qaytadan elishga to'g'ri keldi. Biz hozir shuni qaytadan to'liqlab elitaylik. Undan keyin rasmiy 6-ga ko'chamiz. Endi o'tgan qatim suhbatimizda 5. qismni boshlagan, uningda tushgan savollarga javob bergandan keyin rasmiy temaga ko'chgandik. Endi shu tushgan savol suhbatlarda Tang sulolesini qurgan Liyan va uning o'g'li Li Shimilla turkcha so'zlaydi deyildi. Yozma manba bormi degan savol ekan. Endi men bu savolga bir javob berib o'tay. Xitoycha Viname, Vinshu, Tangname, Tangshu deydigan tarixiy kitoblarda bu haqda tafsili bayonlar bor. Bu kitoblarda Liyuan o'zi Xiampi deydi. Xiampi degan shu nimadan G'ullarning bir qismi. Xiampilardan ular turkcha so'zlaydi degan bayon aniq bor. Uningdan boshqa Xitoyning Xalq gazetining 2003-yil 3-sonida shu Tang sulolesini qurgan Liyuan va Li Shimilla to'g'riliq tafsiliy bayon bor. Bu bayondami ularni turkcha so'zlaydi degan mushu endi manba bormi, asos bormi deganga beradigan javobim shu. Shularni o'qib baqsang bo'ldim. Endi buni yana bir xulosalab o'taylik. Tang sulolesi degan sulolani Livan qurgan. Türk tili Tang sulolesining davlat tili. Albatta, ularning Xitoy fuqarolari ko'p. Chunki Xitoy tilimi ravon til.
Ama devlet dili yanıla Türk dili. En Tangsılalısı sedişinin içinde en uçuk, en köp xil medeniyetlik, en terak kılgan sulale. Bu hem de Beijing Üniversitesi'ndeki Beijing Üniversitesi'nden meşhur bir profesör ötken ismi Shangda. Şu Shangda Efendi'nin Tangsılalısı hakkındaki ve başka Cungo tarihi hakkındaki bayanları da bu noktada ait enek gevdlendirilgen. Yani Tangsılalısını kurgan Liwen oğlu Li Shimen bular Türkçini yaxşı sözleydiğin kişilerdi. Liwen Li degen bu famile Sempila'da bir çoğun famile namı. Sempila degenimiz Hun kavmi. Milli kimliği çoğun küçük yurtçılağa yani yöcülağa tohrilağa takıldı. Bu kavim Şiliang degen bir devletni kurgan. Hazır Gansu teveside Gansu'nun Jangye Uy degen yerde. Bu elni Hun Siampi kavimleri kurgan. Bir yerde arkeologlar muşu joydan Qarusu devleti deydigan bir devletning harabisini topdi. Bir yerde resmi yazma asas mı var? Bunu Xishuigo deydi. Bu yurtta Qarusu deydigan bir derya var. Bu derya Ürgüne Kölü'dün, şimaldaki Ürgüne Kölü'dün ekip kildigan en ahiri hazır Xitayla Serik derya, Huanghe dep atavatkan deryaga kuyuladigan şundaktır derya. Asli Huanghe deryasının namı Qarusu deryası. Bunu Wushihe dep atıldı. Bu deryanı Sunjunsen devrinde Xitaylarning millatchiligi qo'zg'alib ketib, Serixtanliklarning daryası deb ataymiz deb, shu Huanghe deb atib olgan. Aslida bu Qarusu deryası. Endi mushu vodida yashagan xalq shu Siampila. Shu Siampiladan bo'lgan Liwen Tangsılasını kurgan. Yani bu Tangsılalısı degen bu sulalının kavrileri tehi kazılmadı. Bulup mu Liwen'nin, Li Shiminlarning kavrisi tehi kazılmadı. Arkeologlar bunu kazmadı. Bu xuddi Çingiz Huang'ның kavrisi de hazırgısıyla kazılmaganga o'xshash. Bunu mu kazmadı. Hem nemi sebep var? Uqmaymiz. Hem elchilar qaraganda bu Liwen, Li Shiminlarning qavrisida qurbonlik qilib qo'yib qo'ygan otlar bor. Buni ot qurbon deb atiladi. Bu Xitoy qavmlarida bunday urf-odat yo'q. Bu Hun, Türk, Siampi qavmlarining urf-odatida shu kishilar hayot chig'ida mingan etini qurbonlik qilib o'zining qavrisining yanida qo'yadigan shunday bir odat bor. Endi bu qavri tek ochilmadi. Endi bu savolga berilgan javob shuning bilan tugadi. Endi ikkinchi savol. Merhum Turg'un Almas Efendi Uyg'urlar degan kitobida Batur Tangriqutni Ug'uzxon degan shu debdi, bu to'g'rimi degan savol ekan. Endi mening qarashimcha Turg'un Almas Efendi bu nihayat ruhi pok, milliy g'ururi nihayat yuqori odam.
özümü tarih bilimlerine ait çukur. Yani onu bu şimdi depti ama asasını kösetmekti. Falane yazmadı ba dep kösetmekti. Menin karşımca bu dadıllık bilen otur koyulgan peres. Çünkü Batur Tanrıkut, Hulla'nın Tanrıkutu. Buna ait Batur hem meşhur yetekçi. İntayın akıllık, halkını galibiden galibiga yeteklep mangan bir Batur yetekçi. Yani Uğuzkan mı rivayetlerdeki Batur yetekçi. O hem de 13. asırdan keyin kitaplarda yazılgan bolsa bu rivayetning devri naiti uzun. Hem şunun qarab turib bu Uğuzkan özüne men Uyg'urning xoniman deb aytgan ekan, bunun bir rivayeti var. Buna intayin yaxshi rivayet hem bu bir büyük rehber. Yani moşu ikisini birisi rivayet bolsa mı, birisi hakiki adam bolsa mı? Hem Turgun Almaz Efendi şunun qarab turib şu deb dadıllık bilen perez qilgan. Hem bunu hata mı degil olmaydı. Menimcha bo'lganda endi perez. Yani bir yerde bu so'allarga, bu ikki so'alga javob berilib bo'ldi. Yani bugünkü resmi cho'ng so'alga javob berish boshlanadi. Bu savol mundaq. Uyg'ur madaniyati Uyg'urlarning qadimgi madaniyatlarining xuddi Uyg'urlarning al-ihramlari va boshqa tunilgan yodgorliklarining xuddi Babil, Yunon madaniyatlaridek dunyoga tunilmasligida nima sabab bor? Delil isboti bor Uyg'ur qadimgi madaniyatlarining qanday qilib dunyoga, hatto qarindosh qavmlarga xuddi Babil, Yunon madaniyatlarini tunutgandek tunutqili va e'tirof qilg'ili bo'ladi degan savol ekan. Bu yerda biz bu savolga javob berish uchun nimani aytishimiz kerak? Babil, Yunon madaniyatlarini o'tirib qo'yishimiz kerak. Babil, Yunon madaniyatları bundan 6000 yıl burungi madaniyat. Bu Iroqdagi shu Tigir, Fırat daryo vodisida paydo bo'lgan madaniyat. Yunon madaniyati, Hindiston madaniyati, Xitoy madaniyati degan shundoq bir dunyoda eng burun paydo bo'lgan to'rt cho'ng madaniyat bor deb qarilib kelgan ham shundoq nima bordi, rivoyatlar bordi. Shundoq keyin kitoblarda shundoq yozilgan. Yani bu madaniyatlarning bayqilishi arxeologiyaning paydo bo'lishi bilan munosabatlik. Bu faqat arxeologiya degan fan paydo bo'lgandan keyin, bayqalgan, ham qazilgan, aniqlangan madaniyatlar. Endi arxeologiya degan fan 1830 yillarda tunji qatim arxeologiyalik dokulat chiqqan. Bu arxeologiya degan geologiya fanidan taraqqiy qilib ajrilib chiqqan bir fan. Geologiya o tabiiy fan. Bu arxeologiya endi shu tabiiy fan ham ijtimoiy fan har ikkisiga bir puti onunda bir puti bununda bulduğan bu şunda köp narsaga chetiladigan tarixni isbotlaydigan fan. Her bir tarixning isboti bo'ladi. Masalan, Palayada bunday shahar bo'lgan, bir davlat bo'lgan desa, uni qazgandan keyin uning xarobisi chiqadi. Palaniyada munda mashhur bir davlat bo'pti desa, uning shuyani qolsa, uningda shu davlatning odamlari şu devletki münasebetlik yadgarlıklar çıkıyordu. Hem de şu arkeologiya muşundak naq yadgarlıklar arkalık
tarixni isbotlaydigan fan. Bu fan 1830 yillarda boshlangan. Shuningdan keyin Babil medeniyeti, Yunan medeniyeti, Hindiston medeniyeti degan medeniyetler bayqaldi. Buning mazmuni dunyoga ma'lum bo'ldi. Endi arxeologlar o'sha orqali shunday bir narsani sezdi. Bu Babil, Yunan, Hindiston, Xitoy bu o'tir tuzlanlik, endi Chang'an. Mushu joylarning madaniyatlari de bir-biri bilan madaniyat almashtirgan ba'zi bir faktlar so'zlanyotdi. Bu almashtirsa shu vaqtda qanday almashtirgan? Ya aeroplan bormi? Yoki telefon bormi? Undan narsalar yo'q. Faqat yo'lda menish orqali, qatnash orqali, aloqa qilish orqali almashgan. Bu shu vaqtdagi aloqa yo'li at, eshak, tuga, karvon yo'li. Bu yo'llar nereden o'tgan desa, Tarim vodisidan o'tgan. Shunga Tarim vodisini bir tekshirish zarur qilg'achqa oldi bilan 1862 yili Angliyalik arxeolog Aurel Stein Tarim vodisiga keldi. Shu vaqtda Manju imperiyasidan vezilib qonunliq kelgan. O'sha yerda tadqiqot berishga ruxsat olgan. Shu yerda tadqiqot beradigan zarur topilgan asar atiqlarni chet elga akitishga bo'ladi deganga ruxsat olgan. Bu keyin endi voy o bulanchi o'g'ri dedi, biz shuni deb shuni anglab cho'ng'ilgan, endi biz shuni o'qigan. Keyin qarasak butunlay qonunliq ketgan. Degan uni bulanchi bu deganlar hammasi yolg'on. Bu endi bu Komünist partiyaning nimalari ziyolilari degan gap bu. Bular o'zi yolg'onchi. Ular hech qanday bir qonunsiz kelgan emas, hammasi qonunliq. Biroq Aurel Stein bu yerda nimani qasdi desa, eng burun u bayqagan narsa Tarim vodisidan heykel, tam resim. Bu heykeller qarasa bir muncha heykellarni qarab, bu ajab Yevropaniki azroq o'xshaydi ekan, buni yaxshi tadqiq qilib deb tam resimlarni ep ketgan. Yevropaga akitib ko'rgandan keyin bu Yevropaga olib borgandan keyin bular hayron qolgan. Bu sen yog'ini aytyapsan, bu Yevropaning bu qanday qilib boshqa yerning bo'ladi? Bu rost shu Mirandin akagan, mani Xotandan akagan, mani Taklamakonning Palayiridan akagan degandan keyin qarasam, shuning bilan bu qizg'inlik texim kuchayib ketib, butun dunyodagi cho'ng davlatlarning arxeologlari Tarim vodisiga kelishga boshladi. Bu yerda bir qiziq ish bor ekan, buni tekshiraylik. Uni tekshirsa yozmalar chiqib ketgan. Bu yozmalar hech boshqa yerda yo'q. Yevropada bor yozmalar, Hindistonda bor yozmalar, Sanskrit, To'g'ri, Kirashti degan yozmalar. Bularni o'qib ko'rgandan keyin buning mazmuni yana boshqacha. Buningda bu Xitoylar bu biznikiday degan gap hammasi yo'q. Butunlay Yevropaga o'xshab ketgan. Buning mumiyalarni tekshirsa, mumiyalarning qon tarkibi Yevropaga o'xshab ketgan. Shuning bilan bu bir qiziq bir nuqtaga aylangandan keyin Amerikalik Morgan dunyo madaniyatining texi bilinmabdi. Buning siri o'sha Taklamakonda ko'miklik. Ochqush ekan. Bunu davamlı qazish kerak. Shu sir ochilsa, butun dunyo madaniyatining siri ochiladi degan bir yakunni chiqardi.
hem aldın ala deyilgen gep endi buna meşhur söz. Şunundan keyin dünyada bu tarım vadisini tekşirilgan, tarım vadisini qazib tadqiq qilgan qizg'inlik texim ve küçük ketken gap. Çünkü ular dünyanın her qaysi joylaridan xil o'xshamagan arxeologlar kelgan, arxeologiyalik qizish yapgan, onundan keyin güzel sanat jihatdan tadqiq qilgan ve başka her xil sohadan tadqiq qilishga boshlagan. Bu tadqiq qilishga boshlagandan keyin bu xuddi Babil, Yunan, Hindiston medeniyetleriga o'xshash bir yerda bir cho'ng medeniyet bor ekan degan narsani topdi-da. Bularning xulosasi Tarım vadisidagi qum ostiga ko'milib qolgan jasadlar, mumiyalar. Ko'milib qolgan shaharlar. Ko'milib qolgan asar atiqlar hammasi Yevropaning asar atiqlari bilan o'xshash. Demak, bu endi Yevropa medeniyetining chegarasi Sadichingacha degan xulosa chiqdi. Demak, bu xulosa shu vaqt chiqdi. Hani 2010-yılga kelganda shu Tarım vadisidagi shu qadimgi jasadlarning qon tipini aniqlagan DNA xulosasi chiqdi. Bu hamda buningda aytilishicha bu shu Tarım vadisidagi mumiyalarning qon tipi G'arbiy Yevropaliklarning qon tipi bilan o'xshash chiqqan. Undan keyin Taklimakandagi mumiyalar bilan G'arbiy Yevropaliklarning qon tipini birlashtirgan shu ikkisining o'xshashligi şu Tarım vadisida hozir yashayotgan Uyg'urlarning qon tipi bilan o'xshash chiqqan. Texim ve kengaytganda Turkiyada yashayotgan turklar bilan O'zbekistonda yashayotgan o'zbeklarning qon tipimi buningga yaqin chiqqan. Demak, dunyoga bu xulosa chiqib bo'ldi. Endi xo'sh, bu savolda bu nima uchun bu Babil medeniyetlerine o'xshash bizning medeniyetimizmi shundoq dunyoga tunilmaydi degan savol. Abi ham deyilib bo'ldi, dunyo tunib bo'ldi. Hozir bütün dünya biladi. Tarım vadisi bunun medeniyeti nima bilan munosabatlik? Şu Sadichinning g'arbi hammasi Yevropa medeniyeti bilan Hindi Yevropa medeniyetiga tava degan xulosa chiqib bo'ldi. Bu xulosani dunyo chiqarib bo'ldi, dunyo buni bilib bo'ldi. Antexe Uyg'ur buni deyish kerak edi. Bu bizning medeniyetimiz deyish kerak edi. Buni deydigan Uyg'urlar bor, buni demaydigan Uyg'urlar bor. Ba'zilari hergiz yaqin kelmaydi. O deydi o Yevropalik emas, biz Hristiyan emas deydi. Bu yerda bu Hristiyan undaq o din bu din meselesi emas, bu medeniyet meselesi. Yani şu medeniyetlerin içinde o din var, bu din var. Bu dinlerin boğunu hiç qandaq nima emas. Şu medeniyetning tarkibidagi narsa. Endi bu endi bu gapni Uyg'urlar o'zi deyishi kerak edi. Ba'zilar hamda bu Uyg'urlar buni ba'zilar demaydi. Buni e'tirof qilmaydi, yaqin kelmaydi. Bu nima sabab? Bu Sadichinning g'arbi hammasi Yevropa medeniyeti degan xulosa dunyoga chiqib bo'lgandan keyin Xitoy buningdan qattiq ansirdi. Demak, Uyg'urlarmi Yevropa millatlarining tavasi kirib ketdi. O medeniyet Yevropa medeniyetining tavasi kirib ketdi. Shuning bilan Xitoy buningdan ansirab nurg'un jasuslarni tarbiyalab chiqdi. Ular berib
Uygurlar Hristiyan emas. Onun bilan munosabatsiz, Yevropa bilan munosabatsiz. Bular Arab bilan o'xshaydi. Shuning bilan bir munchisi berib, shu Arabga tortib ketgan gap. Voy bo'lma dini o'xshash, buning bilan. Amaliyotda bizning dinimiz Arab bilan o'xshash. Qur'on Arab bilan o'xshash. Ammo uning madaniyati bilan bizning madaniyatimiz o'xshamaydi. Qisqasi biz naqsh usul aytadigan millat. Arabda naqsh usul yo'q. Oddiysi shu. Bizning madaniyatimiz ular bilan hech qanday o'xshamaydi. Endi Qur'on o'xshash bo'lganligi bu Alloh taolo tushagan shu Qur'oni Karim bu biz ular bilan o'xshash nurg'un qortanliklar va ularni Qur'onni o'qiydi. Shu bizga o'xshash. Bu Arab emas. Chunki bizmi Arab emas. Bu yerda Xitoy qasdan bu ishni bo'rmalab Uyg'urlarni shu digizmaslik. Junxo millatini digizish. Maqsad shu. Bu yerda hozir bo'layotgan ish dal mushuning davomi. Dünya bunu tushungandan keyin, o'tirib qo'ygandan keyin Uyg'urlarda bu o'zining madaniyatini tonish, o'zining madaniyatiga bo'lgan tonish o'sdi. O'zining madaniyatini bu Xitoy bilan hech qanday munosabatsiz, bu Yevropa bilan munosabatli ekan. Bizning qinimiz Yevropalik bilan o'xshaydi ekan degan narsa ko'paygan sari Xitoy shuncha ansirab, shunga Uyg'urlarni tiz osmonlasiga qilib tugutish yoki har xil banolar bilan qilib tugutish. Hamda uchiq dunyo qortib turib qilib etishga ko'zi yetmaydi. Ammo mushundaq har xil shumliqlarni qilib atadi. Mana hozir biz duch kelayotgan masala shu madaniyat masalasi. Qanchaki dünya Uyg'urlarning madaniyatimi Yevropa madaniyati desa, Xitoy bizga bo'lgan o'chmanligi shuncha kuchaydi. Hozir bo'layotgan ish mushu. Endi bu ham deyilgan savol hamda bu nima uchun Uyg'ur madaniyati xuddi Babil, Yunan, Hindiston va boshqa madaniyatlarda o'xshash shundoq tonilmaydi. Buni kim tonitadi? Uyg'ur o'zi tonitadi. Dunyo o'zi tonib bo'ldi, dunyo toniydi. Dunyo biladi. Endi Uyg'ur o'zi mening madaniyatim bu deb o'zi obdan tonisa, onundan keyin buni dunyoga tonita oladi. Boshqa har qanday xalqqa buni e'tirof qildirish bu Uyg'urlarning o'ziga bog'liq. Endi bugun aytganda bir o'qirman bir uchur yo'llab bir savol so'rabdi. Endi Uyg'ur madaniyati Uyg'urlarning madaniy yodgorliklarini qanday to'plash va saqlash haqida azroq so'zlab bersangiz debdi. Endi bu endi Uyg'urlarning esaret yıkıları Uyghur Abdunum Rayonluq muzeydi var. Ama körgezmege koyulduğunu alayda gevlendirip teşvik kılınadığını ezelden Cungo'nun bir kısmı deydiğen yatkarlıklar. Onu ispatlaydıgan hiç qanday yatkarlık yok. Bazıları yalgan. Aşılar tokup yasap çıkan nesler. Aşılarını koydu. Bir amal kılıp boğması yasaydı. Şunun yakırak olsa onunla isim koyup onu başkaça düşündürüp bormalap düşündürüp aşağı koyup koydu. Ama o Avrupa medeniyeti
degan söz onunda muzeylarda aytılmaydı. Demek Uygur'un medeniye yadkarlıklarını topluğa yeba ama onun rastını demeydi. Rastını deyiş yani Uygur'un özüge bağlılık. Onu toplaş Uygur'un özüge bağlılık. Onu saklaşma özüge bağlılık. Hazır hem de muzeyde saklanğını var. Bazıları hem de qanday oldu, körgezmeye çıkmaydı, yuqap gitemdi, bunu uqmaymiz. Endi her halda Uygurlar özünün medeniyetini o ezelden meninki deydigan, ispatlaydigan medeniyetkarlıklarını çoğun özü toplaş gerek, özü saklaş gerek, onu özü dünyaya köstüp dünyanı qayıl qilish gerek. Uygurlar özünün medeniyetini özü qancha tanısa, onun bo'lgan tanışı qancha yuqori bo'lsa, Xitoyning bizga bo'lgan hujumi shuncha ojizlaydi. Xitoy azaldan bizning deb yerda turib olishi yo'lsiz bo'ladi. Bu butun dunyoga oshkor bo'lgan sari bu mesele tinch yo'l bilan hal bo'lsa, bu shunday hal bo'ldi. Unda bo'lmasa boshqa yo'l bilan hal bo'lishi mumkin. Ishqilib Uygurlar özünün medeniyetkarlıklarını toplaş, asraş, saklaş, yani Uygurların özüge bağlılık. Kelgisi de vatanimizni asli keltirgandan keyin muzeyni mu qaytadan ratlab besh qil bo'ldi. Bu endi keyingi ish. Mening bu savolga beradigan javobim shu. Endi o'tgan qatimda deyilgan azroq bir nimalar chiqqan, texnikalik masalalar chiqib qolgan. Buni qaytadan videoga oldik. Mana bu suhbatimizning 5-qismi. Azroq tanaffus. Anda o'zi bir 10 minutlik tanaffus qilamdi yoki 5 minut bo'lamdi? 5 minut bo'ldi. Anda ko'rilmanlar shu 5 minut tanaffus qilib qo'yaylik. Mana bu ekran ochiq turibdi. Shuni qilsa bo'ldimi? Ochiq turibdi, ish qilib ancha-muncha u yoq bu yoqqa mengib yurmaz endi ularni ayb ko'rmaysizlar. Demak endi bizning mana bu 5-qitimligi, 5-si, endi 6-sini endi boshlaymiz. 5 minut. 5 minut qolmaydi. Boshlaymiz. Rahmat. Resim toluk çıksı burada. Yaman